Hech ajdarho yeb ko'raman deb o'ylamagandim. Igra Pristov bo'yotibdi-yu bu. Bu rostakam ajdarho emas. Karp balig'ini Uyg'ur oshpazlari ajdarho shaklida pishirishgan. Qatta deysizlarmi, Chilonzorda joylashgan Bekzade restoranida. O'zi bu restoran Uyg'ur va turk oshxonasiga mansub. Bekzadeda Toshkentda boshqa hech qayerda uchratavermaydigan Uyg'ur taomlariga assortiment katta. Mana masalan, mana shu ajdarho baliq. Oshpazlar baliqni qiltanog'ini bittalab terishar ekan, keyin esa mashtaqangi chiroyli shaklga keltirib qovurishar ekan. Ustidagi maxsus sousi bu baliqni ta'mini shunaqangi yorqin qilib beryapti. Shu turishi 3-4 kishiga mo'ljallangan. Narxi esa 320 ming so'm. Agar shu baliqni yemoqchi bo'lsanglar, bemalol bo'lib kelinglar, chunki tayyorlash jarayoni qiyin, sal kutib qolishinglar mumkin. Turk oshxonasidan 99 ming so'mlik assortisini yeb ko'rdim. Bu bir kishiga mo'ljallangan. Ichidagi narsalarini ko'pligini qarang, bir kishiga juda to'yimli. 99 ming so'mga menimcha arziydi. Bekzade restorani oilaviy kelish uchun yaxshi joy ekan. Joylarini ham qarang, qanaqangi chiroyli. Ajdarho baliq sizlarga yengillik bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib qo'yinglar. Bekzade oilaviy restorani ertalab 9 dan kechki 11 gacha ishlaydi. Adresi Chilonzor 20-kvartal. Magnat zapravkani shundoq ro'parasi.